Sizlar yana assalomu alaykum bir bora. Mana Erkin akamiz xonadonidan yana keldik. Yonib ketgan uyga. Mana Erkin akamiz yonidamiz yana. Erkin aka, Rahmat, qo'ng'izobalar, elbillar, hammangizga rahmat. Qo'ldan kelgancha yordam qilyapsizlar. Sizlarning ham to'ylaringizda qaytarg'ayman. Rahmat hammangizga. Mana qo'ldan kelgancha ne yordam bo'lsa qilyapsizlar. Rahmat. bunda bugungi bo'lgan ishlarni bir tanishtirib o'raman-da sizlar bilan. Mana tammoshi shifrlarda ochib tushadi, bu yoqlarni mujilonmaz etib qaytadan sibovatir. Mana sibovi. Mana bu yoqda bir qat sibogan. Mana bugungi bo'lgan ishlarim mana kimdir tarak akasirab yo'lar. Hozir ichkaridan ko'rsataman. Mana odamlar reka tarak ekib turibdi. Mana bugungi ishlarim ilerdan ochibdi, patologlarni bir xato ko'rgan, yangi yerlar bo'lsa izlayotgan. Shu dalani birgina saz qolganda, sal bo'g'di bu. Bu yerdan lekin remont etishga kapitan remont. Bu yoqlari qorong'i, lekin bu yerlardan beri taqlashtirgan to'proqlarni olgan. Mana qorong'i. Mana bu yer xonani patologlarni ochib tashlagan, ustlarini bir xato ko'rib, lombazini qilgan. Mana shu bog'lardan uyi shu yashaydigan bog'lar shu. Mana bunday nedan chiqqanda to'q montajlar chala bo'lganmi?